Bu videoyim biznesmen, tadbirkor, gilam yuvish ochmoqchiman degan aka-ukalarimiz uchun. Sizlar uchun qaranglar, bizda gilam quritadigan sentrifuga ishlab chiqariladi. Ishonch gilam yuvish tomonidan. Bunisi A-blok deyiladi. Buni diametri qancha edi? 730. Xo'p, buni uzuni 430 bo'ladi, 5 metrligi bo'ladi va bundan kichikroqlari ham bo'ladi. Bizda hozir bular hammasi zakazga tayyorlanyapti. Narxlari bemalol telefon qilsalaring tushuntiramiz. Bu yerga motori qo'yiladi. Inshaalloh Xudo xolasa sizlar xohlagan sifatda qilib beramiz. Garantiyalari ham bor bularda. Bizda bular hozir hammasi bular zakazga ketyapti. Bularning ozgina narxi qimmatroq, chunki diametri katta. Buni ichki sifatlarida farq qiladi. Bular ozgina arzonroqlari. Bular ham diametri necha edi buni? 630 ya bu. Bu diametri 630 deyiladi. Tayyor holatda bitkizib, olib borib, o'rnatib berish xizmatlari ichida. 1 yil servisi ham ichida bo'ladi bizda. Ichlari nerjavikali bo'ladi. Yo'q, narxini arzonroq qilib beringlar deganlar uchun ichini temir qilib qilsa ham bo'ladi. Bizda motorini har xillari bor. Hozircha motorlari hali yetib kelgani yo'q. Ularni albatta kelgandan keyin ishlatib ko'rsatib beramiz. Motorini tokni oz tortadigan, tokni ko'p tortadigan, aqlli miya, shunaqa har xillari bor. Endi men jaydaricha qilib tushuntiryapman. Mabodo kimgadir mana shunaqa gilom yuvish ochmoqchi bo'lgan tanishlaringiz bo'lsa yoki gilom yuvishga qiziqqanlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalaring. Ipidan ignasigacha, sodda qilib tushuntirganda, ipidan ignasigacha o'rgatamiz 100% o'zimiz. Ishingizni yurguncha biz yoningizda turib beramiz. Bizda Xudo xolasa xizmatlarimiz 100% kafolatlangan. Butun O'zbekiston bo'yicha xizmat ko'rsatiladi. Ishonch gilam yuvish. Eng ko'p menimcha sentrifugalar sotilgan sentrifugalar biz ishonch gilam yuvishdan chiqqan hammasi. Bizda chang qoqadigan apparatlarimiz ham bor. Hozirda sotilib ketdi. Chang qoqadigan apparat ham sotiladi bizda. Mabodo kimgadir mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Ishlaringizni chiroyli, sifatli qilib bitirib beramiz.